Xayrli kech azizlarim, Allohimga behisob shukr, bugungi kunim ham juda ham barokatli, mazmunli bo'ldi. O'quvchilarimiz kostyumlarini bitirishgandan keyin sizlarga natijalarni ko'rsataman. Sizlardan kelgan SMSlarni o'qib, xayolga cho'mib qolaman-da. Biram siz vaqtlisiz, shunaqangi kunlaringiz barakali. Bizda 24 soat bo'lsa, sizda 34 soat bor deysizlar-da. Xursand bo'laman. Rahmat, kattakon harakatda barokat. No, boshqalarni ham tushunaman, to'g'ri. Xo'jayining ruxsat bermasligi mumkin ishlashingiga. Yo boshqa yana bir ikkita подписчиklarim yozibsizlar. Rostmi, Madinachiqani har doim siz tavsiya qilasiz Madinani. Уже 100 marta tavsiya qildingiz. Biz ishonch bildirib shartdan qila olmayapmiz. Ularga yoza olmayapmiz deganlar ham ko'p. Ishoninglar, mana men o'zimni Instagramimdan istoriyamga chiqib gapiryapman. Madina meni yaqin dugonamlar sizlarga onlayn halol daromad qilishni o'rgatadilar. Hech ham Instagramda hammani hayotini bir chetdan titkilab ko'rib chiqqandan ko'ra, havas qilib o'tirgandan ko'ra, sizlar aynan shu insonlarning o'rnida bo'lishingiz mumkin yoki-da hattoki ulardan o'tib ketishingiz ham mumkin. Men bunga ishonaman. Faqat turib olg'a intilinglar. Iltimos qilaman, shunchaki havas qilib yuravermanglar. Ozgina shu vaqtinglarni onlayn daromad qilishga ishlatsanglar, ozgina vaqtingiz ketadi. Juda ham katta natijalarga erishasizlar. Madina NL kompaniyasida ishlaydilar. Buni bilasizlar yaxshigina. O'zlarini hozir komandalarni yig'yaptilar-da. Shu komandalarga aynan meni podpishchiklarim qo'shilib olsanglar, sizlar uchun tekinga ish o'rganishni o'rgatadilar. Va bir oy ichida 1 million so'm daromadgacha chiqishingiz mumkin. Odam qilgan ish odam qiladi-ku. Misol uchun hozir Madina 100 milliondan yuqori daromad oladilar oyiga. Uyda o'tirib, hech qanaqa ko'chaga chiqmasdan, farzandlariga, qaynona-qaynotalariga, hattoki xo'jayinlariga qarab ham shu ishni qilyapti. Mendan qayta va qayta so'rayvermanglar, iltimos. Rostmi, to'g'rimikin, undonmikin demanglar-da. Mikin so'zini hayotingizdan vobshe olib tashlanglar. Mikin so'zi umuman keraksiz so'z hisoblanadi, qo'shimcha so'z. Qila olaman, albatta qo'limdan keladi. Shuncha inson bajaryapti, men ham bajaraman, undan ham zo'r bo'laman deyiladi. Olg'a intilinglar azizlarim, sizlarga hammangizga ishonaman. Xudo xolisa meni Madina nomerlarigacha qoldiraman, kanallarni ham qoldiraman. O'tib a'zo bo'linglar-da, обязательно Madina bilan ishlanglar. Hali menga rahmat etasizlar. Prosta erinchoqlik qilmanglar. Aytganlarni o'z vaqtida bajaringlar, albatta natijaga chiqasizlar. Faqat vaqti-vaqtida aytganlarni bajarib turishingiz kerak bo'ladi. Xudo xolisa katta natijalar kutib qolaman. Katta daromadlarga chiqinglar, xursand bo'lib oilangiz davrasida baxtli hayot kechiringlar inshaalloh. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, xayrli tun.